O'tmishimdagi insonni unutolmayapman. U inson oila qurib ketgan, men esa hali hamon qiynalmoqdaman degan savol kelibdi direktdan. Aslida esa biz bir narsani tushunib yetishimiz kerak. Biz bilmaymiz, o'tmishimizdagi inson aslida agarda biz birga bo'lganimizda bizni baxtli qila olarmidi, biz uni baxtli qila olarmidik, yo'qmi? Siz bu vaziyatni qo'yib yuborishingiz uchun Allohga tavakkal qilishni o'rganishingiz kerak va o'zingiz uchun faqat xayrli natija bo'ldi deb hisoblashingiz kerak. Boshqa insonni tezroq unutish uchun esa sizga yordam beradigan narsa bu fokusimizni boshqa narsalarga qaratish. Siz doimiy bir inson haqida o'ylab yurib, uni unutishga harakat qilsangiz, bu degani u sizni doim yoningizda, qo'lingizda, kaftingizda ushlab yuribsiz va uni qo'yib yubormoqchisiz. Buni iloji bo'lmaydi. Agar siz e'tiboringizni qiziqarli narsalarga, qiziqarli insonlarga, hobbilarga yoki o'zingizni sevimli kasbingizga qaratishni boshlasangiz va sizni har bir kuningiz reja asosida o'tadigan bo'lsa, biroz vaqtdan keyin sizni e'tiboringizni va sizni prioritetlaringizni boshqa narsalar to'ldirib boradi. Va shunda siz o'tmishdagi insonni qo'yishingiz ancha osonlashadi. Va siz o'zingizni ancha yengil his qilib, o'tmishdagi insonni qo'yib yubora olasiz.